Hurmatli obunachilar, mana shu uyimizni videosini oxirigacha ko'rishinglarga va mana shu xonadonimizni sotib olishlaringga arzigulik xonadon topganman-da. 130 kvadrat Yashnobod Farg'ona yo'lida joylashgan bu xonadonimiz 4 xonali bo'ladi. Juda ham chiroyli xonadonimiz. Kirish qismimiz kirganimizda chap tarafimizda oynali zonamiz bor va o'ng tarafimizda esa stroyniy shkaflarimiz bor. Mana o'tirib bemalol bu yoqda oyoq kiyimlaringizni kiysangiz ham bo'ladigan qilib qo'yilgan va chiroyli biralarimiz, kartinkalarimiz va stroyniy bu yoqqa esa shkaflarimizni ham qilib qo'yilgan bu yo'lagimiz va koridorimizni ham qaranglar, juda ham prostorniy, juda ham kattagina qilingan va bu yoqda dekorniy mahsulotlarimiz bor. Keling, endi sizlarni birinchi bo'lib zal bilan bitta tanishtirib o'tay. Zal qismimizni qarang, mehmonxonamizga shundoq kelib mehmonlaringizni olib kelsangiz arzigulik. Aytdim-ku, bu xonadonimizda bemalol sotib olishlaringga arziydigan xonadonimiz. Mana bu yoqqa 6 talik stol qilingan va o'zining bu tarafimizda balkon qismi ham bor, hurmatli obunachilar. Va bu mebellarimizni qarang, mebellarimiz ham eng sifatlilari Turkiya mebellari qo'yilgan. Televizorlarimiz esa mana Samsung eng brendivi. Bu uyimizdagi hamma mebel texnika, hamma narsasiga xullas eng kачественный narsalar ishlatilgan. Va oshxonamizni qarang, oshxonamizga qanaqa mazza, bu yerga kirib, mazza qilib, kayfiyatni ko'tarib, choylarni ichasizda, bu yoqqa mana 4 talik stullarimizni qo'yishgan va mana texnikalarimiz, Hoffman texnikalari o'rnatilgan, gaz plitalarimiz, moykalarimiz va bu yoqda kuxinniy mebellarimiz ham bor. Xolodilniklarimiz va bu yoqda mana misol uchun ikkita tuxumni shundoq pishirib, bitta qo'yib bersangiz, bu yoqda o'tirib, mazza qilib yeb, choyni ichib ketadigan sharoit qilib qo'yilgan. Qaranglar, bu tarafimizda ham koridorlarimiz juda ham zo'r, hurmatli obunachilar, va bu yoqda umumiy sanuzelimiz joylashgan 4 xonadan iborat. Bunaqa variant kamdan kam chiqadi. Bunaqa variantni albatta qo'ldan chiqarib olmanglar. Bu yoqda esa bizni garderob xonamiz bor va stiralkamiz shu joyda joylashgan. Endi kelinglar, bitta yana spalnimizga kiramiz. Va bu spalnimizni ham qaranglar, chiroyli ekan, menga juda ham yoqdi. Va bu yoqda mana bitta spalnisi. Xullas, yashash uchun hamma sharoiti bor har doimgidek. Endi bu yoqda bolalar yotoqxonasini qaranglar, juda ham yorqin ekanda, yorqin ranglarda qilingan va uyimizda hamma joyida eng sifatli kraskalar ishlatilgan. Va ikkita divanimiz bor, ikkita shkaflari bor va bu bolalar yotoqxonasining o'zini bu yoqda balkon qismi ham bor, hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Va uyimizga yoqayotgan bo'lsa, havas bilan, yaxshi niyat bilan bitta laykni bosib qo'ying yoki yurakchani qizartirib qo'ying. Albatta Alloh berguvchi. Bu spalniy qismimiz, 4-xonamiz, ya'ni mana kattalar spalniysi, master spalniyimiz va kartinkalari juda ham chiroyli lustralarimiz bor va ayollarimiz uchun bu yoqda komodlarimiz, televizorlarimiz va bu xonamizning o'zini bu yoqda sanuzel qismi joylashgan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 240 ming AQSh dollari so'ralyapti. Xudo xolasa kelsanglar, mana shu yerda baraka qilib chiroyli narxlar qilib beramiz. Oilangizga yangi yilga yangi uyda podarka qilish uchun o'ta zo'r variant. Sizlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.